Kecha o'zimga men bu ali qizil qo'yay ko'pakani ali qizil materialdan olib kelib ko'ylakdan tiktirdim desam ko'pchilik hammasi tarafga bizagachi deb so'rabsizlar. Mana sizlarga Mirbozor narxida olib qo'ydim. Bilasizlar, o'zi bilasizlar, bunaqa materiallar ko'p sotyapmiz, tugatishga berib yuboramiz. Shundoq kelib Sitor's butikdan olib ketsanglar bo'ladi. Hammasi novinka, bu naturalkani novinkasi. Endi 1.70 kачествоsi вообще bomba. Buni men bunaqa zelenoydan kelgan, eng trenddagi men bunaqa temный синий rangchasidan kelgan. O'sha kuni men borganda bu ranglar qolmagandi. Keyin bizga qaranglar, qanaqangi chiroyli rangchasidan kelgan. Fistashka bilan mana aralashgan rangidan kelgan. Bundan keyingi rang mana bunaqa fioletoviy rangchasidan kelgan. Keyin buni zelenoy deb mana bunaqa uchburchak naqshlisdan ham kelgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bunaqa naqshlisdan ham kelgan. Bular hammasi chiroyli. Mana shu fistashka rangimizdan ham kelgan. Bu fistashka rangi ham вообще asal. Shunaqa chiroyli hayotda erta 8-martlarga olib, hayitlarga chiroyli ko'ylakdan tiktirib olsanglar, rangimizdan ham kelgan. Qaranglar qanaqangi chiroyli. Buni bir mana bunaqa to'q yodoviy ranglaridan ham kelgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham ko'p ranglari kelgan. Bular ishlab bitta Sitor's butikga kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Asal ranglardan kelgan. Mana shu rangidan o'zim tiktirdim. Shunaqa chiroyli hayotda o'zim shunaqa bir xil qilib Safina bilan mana shu rangidan tiktirdim. Вообще asal ranglar ketdi. Men bir to'q bardovisi o'sha kuni yo'q edi. Qaranglar qanaqangi chiroyli. Вообще asal ranglar kelgan, shunaqa chiroyli. Internetga chiqib ketgan mana toshli ranglardan ham kelgan. Bularni ilib vitrina qilganimiz yo'q, chunki tugatishga berib yuboramiz. O'zimiz uchun olib keldik. Ko'p klientlarimiz bizagachi degan klientlar bemalol kelib, tez kelib olib ketsanglar bo'ladi. Manzil o'sha Navoiy viloyati Xatirchi tumani Bonu to'yxona oldidagi Sitor's butik magazinda sizlarni kutib